Alloh xayr barakasini bersin. Ilohim oshi qalbini sevgalim bolam. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Tez bo'lmadi. Bir minut sabiyan zamon kerak, bir minut. Ozgina zaryadga kerak. Boshladikmi? Nima deyishga aytvoring? Ya. Uyg'onmayapti. Dalki talantlar uyg'onmayapti. Mashinada talantlar ko'rdingiz-ku. Hayda, qolyapman hojaga. Qo'yib qo'yib qo'yib. Yo'q. So'mayda yuragim bilan istaboraman xotiromni. Tabiiy ko'rsatdim, ko'tarilib qo'y tomiriga cho'laymiz. Ya, nomer повторит. Bo'yicha, nomer nechada? Tez kel, hamisha xizmatda. Tez kel. Zarur texnika, sifatli xizmat. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Kuzatuvchilar, hurmatli cheksiz. Hammaga hamisha omad. Tez kel. Assalomu alaykum, tez kel kuzatuvchilari. Ismim G'ulom mana. 20 yillik tajribaga egaman. 2 yildan beri tez kel jamoasida xizmatdaman. Mana shu ko'rib turgan kareylar 3 tonnalik Lonking. Ishlashlar o'ta tez. Balandlik ko'tarishi 4,5 metrgacha ko'taradi. 1,5 metrgacha 3 tonna ko'tarsa bo'ladi. Undan yuqorisiga tonnamiz sal kamayadi. Bunaqa baland ko'tarilgan holatda yuk bilan yurib bo'lmaydi. Ag'nash xavfi o'ta katta bo'ladi. 1,5 metrgacha 3 tonna ko'tarsa bo'ladi. Masofasi yaqin bo'lsa 4,5 metrga o'sha 3 tonnadan kamroq yuklarni olib chiqsa bo'ladi. Gabarit katta yuklarni orqa bilan yuriladi. Oldi bilan yursa, oldidagi chuqur bormi, yama bormi ko'rinmay qolishi mumkin. O'shancha yukni sifatli olib borish maqsadida orqa bilan yuriladi. Gabarit kichkina yuklarni oldi bilan harakatlansa bo'ladi. Gabarit kichkina yuklarni podvolga tushishda orqa bilan tushiladi. Zato shtobi yuk ag'nab ketmasligi uchun. Tez kel, hamisha xizmatda. Ishonchli va sifatli. Va tez kel. Sodiq Xudo xolisa inshaalloh kelis ko'kteriga materiallardan chiqarilgan atxotni press qilinganini Turkiya Respublikasiga yuklab yuboramiz. 120 ta press soatda bo'lsa kerak. Manzilga yetib keldik. Mana Xudoning inshaalloh birinchi zakasiga yetib keldik. Kelisga Xudo xolisa inshaalloh boshlaymiz Alloh nasib etsa. Assalomu alaykum. O'gam xolos. Afandim abi, assalomu alaykum. Abi nasılsınız? Hoş geldiniz. Charchamayapsizmi? Joningiz omonmi? Qalaysiz? Mana shu ko'rib turgan pressilarni Xudo xolasa Turkiya Respublikasiga 122 donani inshaalloh chiroyli qilib yuklab beramiz. Uka, mashinaqasi yuklagandik o'tgan gal. Mashinaqasi, to'g'ri? 2 qatordan boshiga 3 tadan 4 tadan bo'ldi, 4 tonna bo'lish kerak. Yo'q, boshiga 4 tadan urdik, oxiriga 5 tadan ketdik. Bo'lmasa boshladik. Alloh xayr barakasini bersin. Ilohim oshi qalbini sevgalim bolam. Allohu akbar. Barakasini bersin. Ozgina zaryadga kerak. Bu tolalarimiz og'irligi 200 kilo. Mayda ish sal vaqt oladi. Shu tonnani qo'raga sig'dirishimiz kerak, 22 tonnani. Xudo harakat qilamiz, sig'dirib berishimiz kerak. Hozir mana bu ishimiz xatolik, realniy aytaman. Bu vaqtda to'g'ri. O'shanga hozir mana buni uralaydi, men 4 tadan uraman-ku. Yog'ni ko'tarib turamiz, shuni chiqaverasizlar, bo'ldi, bu tomondagini. Xudo sig'sin-da. Mana inshaalloh Xudo xolisa darvozdan kirgandagilarni bo'ldik, inshaalloh mana bu tomondagini boshlaymiz. Hozir 5 minut perikor dam olamiz, choyni ichib boshlayveramiz qolganini. Va nihoyat Xudo xolisa oxirgisi. Bo'ldimi, yopiladimi? Inshaalloh Xudo xolisa tugatdik. Mana kerakli tonnani yuklab bo'ldik. Qolganini hozir mana bo'shatib bo'ldik. Hammaga hamisha omad. Mana jigarimizni beryapmiz. Assalomu alaykum. Avvalambor sizga aka kattakon rahmat.
Tezkel jamoasini hammaga tavsiya qilib qolaman. O'zingizlar ko'rib turganingizda, videoda ko'rdinglar, butun barcha ishlarni shunaqa tez, mukammal, chiroyli shaklda bajarib berishdi. Tavsiya qilaman sizlarga. Sizga rahmat okajon, kattakon sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xizmatdamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Bu kasbni yoshligimdan shu murabbiyni zavodda ishlaganmiz, ustozlarni ko'rib havas qilganmiz, qiziqishimiz bo'lgan. Bu sohaga qiziqishimiz ortib, shu sohani tanlaganmiz. Kasbimizni sevamiz. Kasbga mehr qo'ygan odam любой ishga yoradi. Safarga keldik, xudo xolib propan qo'yamiz. Inshaalloh u yoqqa keyin shu bilan ishlarni davom etamiz, Alloh nasib etsa. Ochira dehqonchilik ekan propan bo'lsa ham. Okey, polno to'g'ri. Tonnadan 2 tonnagacha qaytgansiz? 2 tonnadan 10 tonnagacha. Boshida o'rganganimda 5 tonnalik rossiyskiy gazonli kara haydaganmiz. 51 motorli bo'ladi, o'shani haydaganmiz rossiyskidan. Xudoga shukr, mana 10 tonna, 15 tonnagacha behijolat. 20 tonnamizni ham qildik. Inshaalloh ular bor, Alloh eplaymiz, Alloh nasib etsin. Mana xudo xolasa inshaalloh qo'ylovda ishimizni boshladik. Bismillah. Sonra yukimizni yuklab berishimiz kerak ekan, Alloh nasib etsa. Boshlab oldim. А вот так сможем боком его подъехать или задвинуть, насколько возможно? Bu xizmatini qilib bo'lganmi? Rossiyaga ketyapti ekan jigarim bu, Rossiyaga. Moskvada samovoy yo'qegan, mana shu kudomda apparatlarni jo'nataveramiz. O'zbeklar xizmatini qildirib bo'lib, tugatib Rossiyaga beraveramiz. Men ushlab turaman, xalqqa yurasiz. Sekin, hoji aka. Agar 6 tonna hisoblang, mayli. Sizcha boring, men belga yetmadi hali. Aka, men nima dedim sizga? Va bilan bo'lsa 500 kilo mana shu hammasi. Ovqat tashlaymiz aka. Rus tilida nima deydi? Ne переживайте, jigarim deydi. Hammasi yaxshi ketadi. Ustiga qoraqoba yuqolaverasiz. Qachon mo'ya qilamiz, ish bitdi xudo xolasa. Eng mas'uliyatligi stonogilar. Stonogilar Yevropadan, chet davlatdan kelgani uchun mas'uliyat katta bo'ladi. Qolgan ishlarni inshaalloh ustasizga farqli yetkazsa bo'ladi. Go'zal qilib, chiroyli qilib. Üç tonna ağırlığı ciğerim, 3 tonna. Arkanı götün güzelken. Maşina uçak durum ha. Rolü şu holatda arkaga yurishingiz kerak. Stop! Canım oldu kara gözlerin seni. Sana bir tatlı satın alayım. Canım oldu kara gözlerin seni. Oğlum kaç ekan bular? Kilosu 90 mı? Korsaları var 30, 35, 40, 100 Boshlar qancha edi? 30 ming aka, ko'rsatdi. Porta ochib bering menga. Birinchi to'lash kerakmi yo yeb bo'lgandan keyin farqi yo'q? Bo'ldi aka, birinchi yeb olib qorni. Qot O'zbekiston kelyapti dedi. Qattiq chiqyapsan, Rossiya. Eshak.
Kurugidami? Bak. 5 minut kutaolmaydi, 5 minut. Chetda borgan turasanki 1-2 minut tirraqi. Bu samolyot emas bu, deganim. Yurmaysanmi endi? Yo xayril yo yurdi endi, ukam. Voy onasini emsin. O'zi salom alaykum, charchamayapsiz? Mashina o'zimi? Ha, mashina o'zi. A, bir 15 minutga bormi shu 3-chi vaqtim, ha? Bolalar bormi ruhliga? Qatga bu. Bo'lmasa 4 ta qish qo'yinglar, farqi yo'q. Charbaraga shularni tayyorlatib turmaysizmi? Men shofyorman aka. Sizga aytayapman shuni, davay qildirmasdan. Tayyorlab qo'ymaysizlarmi shuni? Ay, uning Bu yoq ochilmaydi. Bu yoq ochiladi. Fora 2 tomondan ochilsa kerak. Bu yon ochilmaydi umuman. Buni zamogi singan. Ha, bu yoq taraf ochib beradi. O, diviziyada qanaqa ishdaymi hozir, bratan? Ko'p mashina diviziyani ko'ryapsizmi, aka? Hoji aka, lapa 1.20, поддоны 80. Brat, tushundim. Не переживайте, я здесь. Savollar yo'q? Kamchilik bo'lmadimi? Yaxshi, osh yeyatuvdik-da. Osh shunday qo'yasizmi, deyman. Men brat, ikkita logistikaga yetib olish kerak. 15 minutda bo'ldikmi, og'a? Og'a, sizdan zo'r yo'q dedik-ku. Mana xudo xolasa rohatga keldik. Mana karzingiga kafilani tushirib berdik. Aka, mehnatimizda kamchilik yo'qmi? Yo, rahmat kattakon, tez kel firmasiga katta rahmat, ishingizga sifat gap yo'q, omadinglarni bersin. Rahmat og'a, Alloh rozi bo'lsin, joningiz sog' bo'lsin. Rahmat. Yengiz akamizimiz xudo xolasa Yangi O'zbekistonga Sirrochni yonyapti ekan. Aka, 1,5 kilometr qoldi. Mana mostdan o'tdim, razvodga qaytaman hozir aka, razvod qilib qaytaman. Ha, razvodga boryapman, akajon mana. Tabrasiga yetdim. Voy, kamera bo'lmasa eplab yuborsam bo'ladi. Ya. Undan qayrilib kelish ham mumkin edi-da. Hozir ko'raylik, xudo xolasa. Yangi O'zbekistonga zakazga yetib keldik, xudo xolasa. Aka, paddonmi? Stonak bo'lsa tapani dab olaman dedim-da. Bitta karotka paddonda, dilinalar. Bo'lmaymi karotka-da? Yeni. Это тоже, да, все что ли? Сейчас поднимаем и еще дополнительно лапа есть. Я охрану спросил уже, дополнительно лапа не надо, не надо. Он говорит, маленький кадр. Birinchi bo'rani ikkinchi paddonni olishni boshladi. Hammasi yashili paddon deydi. İşimiz oson. Oldindan shu yerga kelib ishlab ketganmiz. Ikkita bo'ra kafil tushib ketganmiz. Tortib kelasiz. Oldi g'ildirak, fo'rar oxiriga keladi. Tushirasiz. Keyin ruhlining ustiga olib olamiz. Ruhlining mana buni ustiga tortib olasiz. Ha, ustiga. İki tomoni ilsin lapaga. Ruhli ikki tomoni ilsin. Okey. Lap, bratanlar. Hadi. Bitar var uchini bo'ldi kirib. Sab, bo'ldi. Все, нормально. Aka, bitta tepadan bitta pastdan telsiz, tezroq yuradi. Ha. Bo'ladi. Ya bu koptor tepsizdan chiqib ketganmi deyman, lebratlarni.
xohlasa mana bugun ish faoliyatimiz tugadi. Yangi O'zbekistonda, Xudo xohlasa, tez keldi kuzatishni davom etinglar. Hammaga hamisha omad, charchamanglar. Tez kel. Zarur texnika. Sifatli xizmat.